Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonda yana bir tadqiqotchi tutqun qilindi. Uyg'ur diyoridagi ijtimoiy fanlar akademiyasi tarix tadqiqot institutining xodimi Asqar Yunusning o'tgan hafta Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketilganligi va jazo lagerlariga qamalganligi ma'lum bo'ldi. 49 yoshli Asqar Yunusning tutilish sababi aniq emas. Xalqaro kechirim tashkiloti Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komiteti Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlari haqida Xitoydan javob berishni talab qilish kerak degan temada bir bayonot e'lon qildi. Mazkur tashkilot 6 noyabrda o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komiteti yig'inida Xitoyning Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlari haqida tushuntirish berish kerakligini ta'kidladi va lagerlarda 1 milliondan ortiq kishining tutib turilayotganligini bildirdi. Xitoy Amerika bilan savdo urushiga kirib, iqtisodining ish sur'ati osilgandan keyin Amerika bilan orasini tuzashni xohlaydiganligini bildirdi. Xitoyning Ma'muriy savdo ministri Wang Bian shanba kundagi bir bayonotida Xitoyning Amerika bilan savdo temalarini o'zaro hurmat qilgan asosda suhbatlar orqali hal qilishni xohlaydiganligini aytdi. U muxbirlarning savollariga javob berganda Xitoyning tijoratda Amerika bilan barobar bir shaklda olib berishga tayyor ekanligini bildirdi. Yevropa İttifaqı Angliya, Germaniya va Italiya bayonot e'lon qilib, Amerikaning Eronga takror embargo yurgizish qaroridan cho'nqur andish qilayotganligini bildirdi. Bayonotda Amerikaning takror embargo yurgizish qaroridan qattiq afsuslanayotimiz deyildi. Avstraliyada hokimiyat beshidagi oshqon 10 birlashma hukumatning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ko'chmanlar kelishimiga qatnashmaydiganligini e'lon qilishi hukumat va davlat raisi Alexander Van der Bellen orasidagi talash-tortishga sabab bo'ldi. Van der Bellen kelishimiga qo'l qo'ymaslikning davlatning xalqarodagi obrazini ziyonga uchirtirganligini bildirdi. U Avstraliyaning Birlashgan Davlatlar boshchiligida nurg'un xalqaro organlarga sahib qilayotganligini ishorat qilib, bu sababli davlatning e'tiborini xavfga uchratmaslik kerakligini ta'kidladi.